Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarım. Mana bugun biz butun dunyo musulmonlari cheksiz hayajon ilkida 11 oyning sultoni muborak Ramazon oyiga qadam bosdik. Ushbu xosiyatlik oyimizning yetib kelganlik munosabati bilan butun dunyo musulmonlarining jumladan vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning muborak Ramazon oyini yurakdan qutlaqlayman. Allah tutqan rozimizni ve dualarımızı kabul kılgay. Aziz qarindoshlar, bu ulug' oy, ulug' kunlarda har bir ibodatimizda Janobi Allohdan vatanimiz Sharqiy Turkistonga ozodlik, xalqimizga hurlik tilayli. O'z xalqimizning hurligi va erkinligi yo'lida jonlarini fido qilgan aziz shahidlarimizning ruhiga Fatiha o'qiyli. Ularning suyumlik ota-ona, urug' tuqqanlarga sabr toqat tilayli. Her qıtımlık iftarlarımızda, dua tilavetlerimizde Cenab-ı Allah'tan Xitayning zindanlarida, jazo lagerlarida, mecburi emgek meydanlarida azap okubat çekivatkan, sansızlıgan qarindoshlarımızning erkinlikka erishishini tilayli. Ko'z yoshlarimiz her zaman vatan ichidagi mehribon xalqimizning ko'z yoshlari bilan birga bo'lsin. Mana bu muborak oyni Cenab-ı Allah'ning buyrug'inidek xayr saxovat, şefkat, birlik, inaqlık, dostluk, hemkarlık ve söygü, muhabbet eyga aylandıraylı. Ushbu mübarek ayda hemmimiz ilgirki özara adavet, ziddiyet ve ihtilaflarını tamamen kallimizden çıkarıvetip, vatanda zulüm içinde can talışıvatkan halkımızın hürlüki ve azatlığı üçün milli küreş yolumuzda birlikte ilgirleyli. Muhacirette yaşavatkan bütün qarindoshlarimiz bu mübarek günlerde her zaman vatan içindeki halkımız bilen bir ten, bir vücut ve bir nefes bulup, ularning kaygısıga ortak bolaylı. Chet elning rahat paragatlik turmushiga berilip ketishdan saqlanıp, her qaysi ellerde qiyin ahvolda qolgan qarindoshlarımızga yordam qo'limizni sunishni sharaf ve mecburiyet deb bilayli. Aziz qarindoshlarım, hammanglarga ma'lum bo'lganidek, barcha dinlarning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid Xitoy kommunist hokimiyati vatanimiz Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olgan 1949-yildan toki hozirgacha musulmon xalqimizni majburiy dinsizlashtirish va muqaddas islom dinimizning go'zal vatanimizdagi shonliq izini butunlay o'chirish uchun qilmagan vahshiyliklari qolmadi. Vatan ichidagi xalqimizning birer kunimi xotirjamlik ve şadlık içinde ötüp bakkani yok. Xalqimizning her bir kuni qonliq yosh to'kish ve musibet içinde hasratlanish bilan o'tdi. Muhaciretlik qarindoshlarimiz bugünkidek mübarek günlerimizni vatandagi ota-ona, urug' tuqqan, do'st yaranlari ve suyumlik xalqining dardi firaqida qayg'urish, hasratlanish ve azoblanish tuyg'usi ichida kutib olishga majbur bo'ldi. Bugün biz Sharqiy Turkistonliklar tarixda misli ko'rilmagan zo'r irqiy yo'qotishga duch kelyapmiz. Bir xatarlik vaziyatda turyapmiz. Mana shunday xalqliq bir paytda barliq Sharqiy Turkiston xalqi cho'qim qayg'uni kuchga aylantirib, Xitoyga qarshi birlik safini mustahkamlab, Sharqiy Turkiston davosini kuchaytirish yo'lida yuksak jasorat va fidokorlik ruhi bilan millet sifatida ciddi hareketke o'tishimiz to'linmi zarurdir. Eğer biz insani haq hukukimizni, qadr qimmatimizni, milliy va diniy mavjudligimizni qo'g'dab qolamiz va dunyo musulmonlarga o'xshash erkin va ozod holda Ramazon oyimizni qutlaqlaymiz deydiganmiz, u holda cho'qim xalqimizga kelayotgan bütün zulm va baloyi ofatlarning tüp menbii hesaplangan Xitay hakimiyetinin müstemlikisinden ve boyunturqidan üzül kesil qutuluş için küreş kılışımız ve bu şereflik yolda bütün fidakarlığımızı gösterişimiz lazım. Mana bu Sharqiy Turkiston xalqining birden bir çıkış yoludan ibaret. Tekrar Ramazanınlığa mübarek olsun. Cheksiz hürmet ve ihtiram bilen.